do'stlar. Mana men va'da qilgandek 50 ta like yig'ilsa, mana ularni o'ynashni ko'rsataman degandim. Mana endi ko'rsataman. Uning uchun birinchi telefon tochkani yoqadi. Mana tochkani yoqadi birinchi telefon. Yoqdim. Hozir. Ikkinchi telefon shu Wi-Fi'ni bosib turib ulanadi. Tochkaga. O'chirib qo'yamiz. Ikkinchi telefon eng o'yinga kiradi. Ikkinchi telefonim bu Minecraft o'yiniga o'xshaydi va Minecraft ya'ni Minecraft o'yinlarini eski alfa 0.15 versiyalarigacha o'xshaydi hamda Craftsman Games degan o'yin bor. Men hozir shuni o'ynayapman. Play Marketga yozib beriladi chiqadi. Mana ikkinchisi ham kirdi. Keyin mana tochkani yoqqan mana bizni telefonimiz birorta anaqa dunyosiga kiradi, worldga kiradi. Yo yangi yaratadi. Biz buni yangi yaratamiz. Qishloqli bo'lsa qiziq bo'ladi. Keyin mana ikkinchi telefonda ikkinchi telefon. Hozir ikkinchi telefonni ko'rsatib, ikkita telefon bor oldimda, lekin unday xolos tushuntirib bo'lmaydi. Mana ikkinchi telefon new degan yerga kirib, mana qo'shilib o'ynash tugmasi chiqadi mana. Tepada. Hozir yaxshiroq ko'rsatay. Qarasanglar mana. Shuni bosadi, keyin name'ini yozadi mana. Steve yozadi. Keyin qanaqa maytiga mana server IP adres degan yeriga qayda anaqasini qilganini yozadi. Qaysi sidini yozadi. Keyin mana add server deganni bosadi. Keyin basic bosib keyin bunday qilsa maytida o'ziga yashil yozuvda chiqib turgan bo'ladi. Hozir ikkinchi telefondan kiramiz. Mana chiqdi. Mana join degan deb mana ikkinchi telefondan kirdik. Mana kelyapti. Mana shunaqa ularni o'ynaverasizlar. Videomiz tugadi. Shu keyingi videolarda nima qilishimizda maxfiy yerlar, ya'ni piramida, shunga o'xshagan narsalarni topishni o'rgataman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Yanagi videolargacha ko'rishguncha, aytgancha 50 ta like yig'sa shu video chiqadi. Hay.